Assalomu alaykum aziz do'stlarga. Sizlar bilan Olov Ritsara va bugungi videomda sizlarga keyingi g'alaba va undan keyingi mag'lubiyat. Hozirda men NCN City'dan ustidan g'alaba qozondim va bu bayroq menga umuman kerakisi yo'q. Demak, NCN City mag'lub bo'ldi. Bu degani endi menda ikkinchi muammo, ya'ni villagerlar muammosi. Iltimos, bu videoni ko'rishdan oldin like bosing va obuna bo'ling. Hozir aytib o'tgan 3 soniyada bosating. 1, 2, 3. Rahmat do'stlar. Endi esa men ketaversam ham bo'ladi. Oldin survivalga o'tishim kerak. Ana survivalga ham o'tdim. Endi esa men villagerlar tomon yo'l olaman. Esingizdami, oldingi videoda men buni yenggan edim. Ularni yenggan edim. Endi esa yana bir marta yengaman. Qotma. Qotganing kammi? Qotma. Qilishga o'zatib olaman, bo'lmasa tag hujum qilishni boshlaydi. Ketdim. Mana men skalpdan tozalagan holat. Va bu mening misdan kiyingan otim. Qani boshladik. O skeletlar yaramas, o'lib ketgur. O'lib ket, turqinga sanlarni. Senlar kim ruxsat berdi bu yoqqa kelishga? O'lib ket. O'lib ket turqinga. O'lib ket. Ne harom. O'lib ket. Tezroq ketdik. O'tir. Harom o'tir. Ketdik. Buni tezroq ketish kerak. Nima bu hozir tunmi? Yoki vaqt to'xtatilganmi? Harom ketdik. Harom ot ketdik. Hozir kitobni o'qishimga qaraganda villagerlar shahri 7000 va 8000 nomli koordinatada. Demak shu tomonga ketishim kerak. 7000 va 8000. Turqinga sanardi. O'tish kerak. Qanaqa o'tsam ekan? Men tushib ketdim. Endi ot minish kerakmi? O't ket. Men yetib borishim bilan sizlarga keyingi videomda davom ettiraman. Shu bilan men videomga yakun yasayman. Xayr.